Snowford kutubxonasi. Bolajonlar, tasavvur qiling. 1932-yil. Qish. Angliyaning kichkina Snowford degan shaharchasi. Tumanli tong. Ko'chalar nam. Zavod trubalaridan tutun chiqmoqda. Shu shaharchada 12 yoshli Liam ismli bola yashardi. Uning otasi ko'mir konida ishlardi. Onasi kir yuvish bilan pul topardi. Uy kichkina, qishda sovuq. Liamning bitta orzusi bor edi. U uchishni xohlardi. Har kuni maktabdan qaytayotganda u shaharning eski kutubxonasi oldida to'xtardi. Bino juda chiroyli. Baland ustunlar, yog'och eshik, katta oynalar. Ichkarida esa dunyo bor edi. Samolyotlar haqida kitoblar, mexanika, ixtirolar, xaritalar. Lekin a'zolik pulli edi. Bir kuni u yana eshik oldida turardi. Ichkaridan yosh katta ayol, Miss Eleanor chiqdi. "Nega har kuni shu yerda turasan, bolam?" Liam biroz uyalib dedi. "Men o'rganmoqchiman, lekin bunga pulim yetmaydi." Ayol unga uzoq qaradi. So'ng eshikni ochdi. "Bilim qulflanmasligi kerak. Kir." Shu kundan boshlab Liam har kuni darsdan keyin kutubxonaga keldi. U Leonardo da Vinci haqida o'qidi. Wright aka-ukalar haqida o'qidi. Qog'ozdan model samolyotlar yasadi. Yillar o'tdi. Ikkinchi jahon urushi boshlandi. Snowford osmonida dushman samolyotlari paydo bo'la boshladi. Shaharni himoya qilish uchun yangi radar tizimi kerak edi va kimdir murakkab, lekin samarali loyiha chizdi. Bu loyiha muallifi muhandis Liam Carter edi. O'sha kichkina kutubxona oldida turadigan bola. Radar tizimi ishladi. Shahar bombardimondan saqlandi. Odamlar keyinchalik bilishdi. U oddiy chonchi o'g'li edi. Urush tugagach, Liam birinchi qilgan ishi nima bo'ldi bilasizmi? U Snowford kutubxonasiga qaytdi. Miss Eleanor yo'q edi, lekin stol o'sha joyda turardi. U butun umr jamg'argan pulining bir qismini kutubxonaga berdi va eshik ustiga yozuv osildi. Bolaga bilimga yo'l oching va dunyoga kelajak bering. Bolajonlar, ba'zan tarix katta janglardan boshlanmaydi. Ba'zan u sovuq shaharchadagi kichkina eshikdan boshlanadi. Va ba'zan dunyoni o'zgartiradigan inson eshik oldida jim turib orzu qilayotgan bola bo'ladi.